Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy bu yilmi axborot erkinligi eng nachar davlat qatoridan o'rin oldi. Xalqaro chegarasiz muxbirlar tashkiloti bugun 2020-yillik dunyo axborot erkinligi ko'rsatkichi dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy orqadan sanaganda 4-o'rinda turgan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Yevropa axborot erkinligi jihatda yanada oldingi o'rinda turgan. Osiyo rayonida bo'lsa, axborot erkinligi eng og'ir daxli tarziga uchragan. Eng orqada turadigan davlatlarda ko'p o'zgarish bo'lmagan bo'lib, Xitoy, Eritreya, Turkmaniston va Shimoliy Koreya axborot erkinligi eng nachar 4 davlatni tashkil qilgan. Dokumentda Xitoyning dunyodagi eng ko'p muxbir tutqun qilgan davlat ekanligi, 100 dan ortiq axborot xodimining Xitoy tarafidan turmaga tashlanganligi, bularning ko'p qismining Uyg'urlar ekanligi bildirilgan. Xitoy doiralari izchil holda axborot erkinligini cheklab kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi bir necha yilda nazorat va cheklamani texmi kuchaytgan. Bo'libmi virus yuqumi mezgilda yangi nizomlarni chiqarib, axborot kontrolligini yana bir qadam mustahkamlagan. Yaqinda Xitoy doiralarining Washington Post gazeti qatorliq bir necha xalqaro axborot organlarini Xitoydan qo'g'lab chiqarishi xalqaro jamiyatning kuchli tanqidiga uchragan edi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti butun dunyo miqyosida axborot erkinligini tashabbus qilib kelayotgan bir hukumatsiz organ bo'lib, har yili har qaysi davlatlardagi axborot erkinligi ahvolini baholab kelmoqda. Xitoyning Germaniyaga zo'r miqdorda to'lam to'lashi talab qilindi. Xabariyati to'rining 20-aprildagi xabarida bildirilishicha, Germaniya axborot organi Bild virus yuqumi sababli Xitoyning Germaniyaga 149 milliard yevro to'lashi kerakligini bildirgan. Bild gazeti yuqumdan keyingi dunyo iqtisodining chekinishi sababli Germaniya iqtisodining 4,2% chekindiganligini mo'ljallaganligini, buning kishi beshiga 784 yevrodan to'g'ri keldiganligini, Xitoy virusi sababli Germaniyaning tortgan ziyonlari haqida tafsiliy uchur to'planganligini, axborot sayohat kirimida 27 milliard yevro, kinochilik sohasida 7 milliard 200 million yevro ziyon ko'rilganligini, Germaniya Aviasiya shirkati Lufthansa-ning har bir soatda 1 million yevro ziyonga uchraganligini, Germaniyaning kichik korxonalarining 50 milliard yevro ziyon tortganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Bild gazeti yana 149 milliard yevroluk to'lam haqida bosh muharrir Julian Recheletni ziyorat qilganda, Rechelet munolarni bildirgan. Xitoy raisi Xi Jinpingga Xitoy mutaxassislari virusning xili burunli tarqalganligini bilishi kerak edi. Ammo dunyoni zulmatga ittirdinglar. Virusning dunyo miqyosida elib kelgan g'oyat zo'r iqtisodiy ziyinni to'lamsizlar yo'q deb savol qo'ydik. G'arb tadqiqotchilari Wuhanda nima ish bo'lganligini bilmoqchi bo'lganda, Xitoyning yuqori darajalik mutaxassislari buningga javob qaytarmadi. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya hukumati hozirgacha rasmiy holda Xitoyni ayblamagan bo'lsa-mu, biroq davlatlik taratqularning biri bo'lgan Germaniya ovozi Bildning bu xabarlarini ko'plab tarqatgan. Amerika tadqiqotchilari Sharq Turkistondagi bir necha bolalar lagerini aniqlab chiqdi. Terline to'rining 20-aprildagi xabarida bildirilishicha, Randi shirkatining 2 tadqiqotchisi Xitoy Sharq Turkistonda qurib chiqqan 20 ga yaqin bolalar lagerini aniqlab chiqqan. Xabarda bu lagerlarning 2017-2018 yillari qurilganligi, buning dal Sharq Turkiston xalqi keng ko'lamli tutqun qilingan bir paytga to'g'ri kelganligi, Xitoyning Sharq Turkistonda qurib chiqqan ul aslahalariga qarata tekshirish jarayonida bularni aniqlab chiqqanligi, bayqalgan 20 ga yaqin o'rindagi bolalar lagerining Sharq Turkistonda qurilgan jazo lagerlarining oz bir qismi ekanligi bildirilgan. Xabarda yana bu xil o'rinlarning shiddatli ko'payishining amaliyoti Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan sababsiz tutqun qilish siyosati bilan munosabatli ekanligi. Randi shirkatidagi tadqiqotchilar bu uchurni egallashda Amerika davlatlik jug'rofiya istixborot idorasining sun'iy hamroh suratlaridan foydalanganligi, bu qitimqi bayqalgan o'rinlarning bir qismining Xotan shahriga yaqin yezi kanatlardagi oz bir qism atalmish yaslilar ekanligi bildirilgan. Xitoyning to'lam to'lashga qarata o'zini oqlashi masxaraga uchradi. Xitoy virusi keltirib chiqargan ziyon sababli butun dunyo miqyosida Xitoydan to'lam talab qilish sadosi kuchayishga boshlagan bo'lib, Xitoy taraf tunugun buningga inkos qaytardi.
Amerika ovozi to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang tunugun Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida boshqa davlatlarning Xitoydan to'lam talab qilish masalasi haqida ifoda bildirdi. U cho'shqi hukumining eng dastlabda Amerikadan butun dunyoga tarqalganligini, AIDS kasalining Amerikada paydo bo'lganligini, 2008-yildagi iqtisodiy krizisning Amerikadan butun dunyoga kengayganligini, ammo hech kimning Amerikadan to'lam talab qilmaganligini da'vo qildi. Amerika aql ambiri organi Davlat manfaati markazining oliy amaldori Kazi Yans buningga baho berib, Geng Shuangning butunlay o'xshamaydigan tarixiy voqealarni misol keltirishi faqat Xitoy doiralarini texmo hamoqat ko'rsatib qo'ydi. Hatto mas'uliyati borligini oshkorlab qo'ydi deganlarni bildirdi. U so'zda yana cho'shqi hukumi AIDS virusi va iqtisodiy krizis qatorliqlarning Amerikaning tajribaxonasidan chiqmaganligini, shundaqla Amerikaning bu masalalarni yushirmaganligini, Xitoyning bu bayonotining to'limi bechoralik ekanligini ta'kidladi. Xabarda bildirilishicha, Geng Shuang muxbirlarning Xitoy taraf Amerikaning virus manbasini tekshirishiga yo'l qo'yamdi degan savoliga javob berishdan o'zini qochirgan. Trump agar Xitoy bilib turib Wuhan virusining oldini olmagan bo'lsa, buning badali bo'ladi dedi. Amerika prezidenti Donald Trump agar Xitoyning Wuhan virusi yuqumliq ofatida qasddanligi va javobgarligi bo'lsa, buning oqibati bilan yuzlashishi kerakligini ta'kidladi. Donald Trump Oqsaroydagi muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, yuqumning Amerikada yuqori pallaga yetganligi to'g'risidagi aktiv signallarni davomli ko'rayotganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump agar Xitoy bilib turib Wuhan virusining oldini olmagan bo'lsa, buning cho'qim so'riqi bo'ladiganligini aytdi. Xalqaro pul muomala vaqt kezining xabar qilishicha, prezident Trump xatolik degan xatolik. Ammo agar Xitoy buni bilib turib shunday qilgan bo'lsa, buning cho'qim badali bo'ladi degan. Donald Trump Amerikadagi o'lish nisbatini nufus nisbati jihatdan G'arbiy Yevropa davlatlari bilan selishtirib, bizning o'lim nisbatimiz Germaniyadan boshqa G'arbiy Yevropa davlatlariga qaraganda texmo to'van. Bularning orasida Angliya, Shveysariya, Belgiya, Italiya, Fransiya qatorliqlar bor. İspaniyaning o'lim nisbati Amerikadan 4 hassa yuqori dedi. Donald Trump Xitoydagi sonliq ma'lumotlarning haqiqatni aks ettirmaydiganligini bildirib, Xitoy birinchi o'rinda turadi. O'lim nisbatida bizdan xeyli og'ir dedi. Texas va Vermont shtatidagi bir qism xizmat o'rinlarining ijtimoiy orliq saqlash qoidasiga rioya qilgan holda dushanba kuni ochildiganligini jakarlagan Donald Trump, Montanada yuqumliq ofat tadbirlari doirasida yo'l qo'yilgan cheklamalarning juma kuni bekor qilinishga boshlanganligini, Ohio, Shimoliy Dakota va Idahoning 1-maydan e'tiboran savdo o'rinlarini tadrijiy ochishga boshlaydiganligini aytdi. Trump Amerikaning minglagan sun'iy nafaslantirish uskunalarini ishlab chiqarishga va zaposlashga boshlaganligini bayon qilib, sun'iy nafaslanish sistemasi yetarli bo'lmagan Meksikaga yordam qilganligini bildirdi. Eng dastlab Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan virus navbatda butun dunyo miqyosiga yamrab, oz deganda 2.367.000 odamni yuqumlantirgan. 163.000 odamning joniga zomin bo'lgan. Navbatda Wuhan virusi manbasining Wuhandagi bir virologiya laboratoriyasi ekanligiga oid xabarlar Amerika hukumatining diqqatini qo'zg'agan bo'lib, Amerika Davlat mudofaa ministrligi buni tekshirayotganligini aytgan edi. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 20 aprel bir kun ichida Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning 123 ga yetganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca 20 aprel soat 19 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 39.703 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 4.674 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 90.980 ga yetganligini, bir kun ichida 123 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 2140 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 1454 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1909 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Turkiyaning bemorlarni davolashda zo'r kuchga ega ekanligini, xalqning səhiyyə qo'shini va sistemasiga ishonishi, shuning bilan bir vaqtda hukumatga moslashib, uydan chiqmaslik qatorliq tadbirlarni yaxshi qilishi kerakligini ta'kidladi. Turkiyada 4 kunlik sirtqi chiqish cheklamasi e'lon qilindi.
Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ichki kabinet yig'inidan keyin bayonot e'lon qilib, 23 apreldan boshlab 26 aprel kunlarigacha 31 viloyatda sirtqi chiqishning cheklanganligini e'lon qildi. Erdo'g'an bayonotida munularni bildirdi. Xalqimizning ko'p qismining Xitoy virusiga qarshi e'lon qilingan tadbirlarga amal qilganligi sababidan yuqumning ofat darajasiga yetishning oldini oldik. Shaharlar orasidagi qatnashni cheklashning yuqum tarqalishining oldini olishdagi natijasini ko'rdik. Bizning cho'ng shaharlarimiz va Zonguldak viloyatida qo'llangan yurishni cheklash cheklamasining yuqumni kontrol qilishda ko'p foydasi bo'ldi. Buning uchun dehqonchilik, sahiya va yemaklik mulozimati va asosliq ishlab chiqarish faoliyatlariga daxli yetkazmagan asosda yo'l yurish cheklamasini bir mezgil davomlashtiramiz. Uningdan boshqa biz 4-oyning 23, 24, 25, 26 kunlari 31 viloyatda yo'l yurish cheklamasi qilishni yo'l qo'yish bilan birga kundilik turmushga bo'lgan ta'sirini eng tuvan chekka tushirishni planladik. Bu cheklama 22 aprel kech soat 12 dan boshlanib, 26 aprel kech soat 12 gacha davomlashadi. 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 22 Nisan akşamı yine 00 andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil, 24, 25 ve 26.00'a kadar bu devam edecek. Ve 26'sında 24 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 24'te sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzda paylaşılacaktır. Oqtay 59 davlatdan 25 mingga yaqin Turkiya fuqarosini qaytarib kelish cho'ng harakatini boshladik dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reis Yardımcısı Fuat Oqtay 59 davlatdan 25 mingga yaqin Turkiya fuqarosini qaytarib kelish cho'ng harakatining boshlanganligini uqtirdi. Cumhur Reis Yardımcısı Fuat Oqtay Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ning yo'l yo'riqiga asosan 59 davlatda turayotgan 25 mingga yaqin Turkiya fuqarosining yiqilishayotgan Ramazon oyi va ro'za hayitini uylarda o'tkazishini kapolatga ega qilish uchun keng ko'lamli tarqoqlashtirish harakati boshlaganliklarini uqtirdi. Fuat Oqtay ijtimoiy taratquv to'ri Twitter'dagi adresida uchur tarqatib, Wuhan virusiga qarshi kurashda Turkiyaning dunyoning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar fuqarolarning yenida bo'ladiganligini bildirdi. Yuqumga qarshi elib berilayotgan mushaqqatli kurash jarayonida dunyoning har qaysi joylaridagi 25 ming Turkiya fuqarosini oila a'zolari bilan uchrashtirganliklarini bildirgan Oqtay, hozirmi Cumhur Reisimizning yo'l yo'riqiga asosan 59 davlatdan 25 mingga yaqin fuqaroyimizning yiqilishayotgan Ramazon oyi va ro'za hayitini uylarda o'tkazishi uchun yana bir qatim keng ko'lamli tarqoqlashtirish harakati boshladik. Nishonimiz fuqarolarimizning inshaalloh muborak ro'za hayitida yaqin yo'riqlari bilan quchoqlashishlarini kapolatga ega qilishdir deganlarni qayd qildi. U millatning g'ayrat, shijoatlik, davlatning kuchlik va qat'iyligini ta'kidlab, bu millat mushundoq qiyin kurashdami tarixda ulgularini qayta namoyon qilganidek hamma birlikda qarindoshlik va hamkorlik ichida g'alaba qiladi dedi. Amerikada jenidan ayrilganlar soni 41 mingdan oshib ketdi. Yuqumning markaziy nuqtasiga aylangan Amerika Qo'shma Shtatlarida hayotidan ayrilganlar soni 41356 ga, yuqumlanganlar soni 771216 ga, saqayganlar soni 71497 ga yetdi. Prezident Donald Trump Wuhan virusi sababidan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chish vaqtliq to'xtatib qo'yilgan bir qarornomani imzolaydiganligini uqtirdi. New York valisi Andrew Cuomo majburiy holda davomli ishlaydiganlar uchun %50% xatar o'lishi to'lanishi uchun tayyorlik xizmati ishlanayotganligini aytdi. Davlatda Wuhan virusi sababidan o'lganlar va yuqumlanganlar sonida ozish ko'rilishi natijasida bir qism cho'ng shirkatlarning qaytadan faoliyat boshlashni qarorlashtirganligi bildirildi. Dunyo miqyosida Wuhan virusi sababidan o'lganlar soni 170 mingga yaqinlashdi. Yuqumlanganlar soni 2.400.000 mingga, saqayganlar soni 650 mingga yetdi. İtaliyada qazo qilganlar soni 24114 ga, yuqumlanganlar soni 108237 ga yetdi.
Yana bir tarafdan davlatda eng ko'p o'lim va yuqum ahvoli ko'rilgan Lombardiya rayonidan xush xabar keldi. Rayonning markazi Milanodagi Nego Art doktorxonasi ommaviy o'rtoqlashish to'r betidagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida jiddiy qutqizish bo'limlaridan birining ehtiyoj qolmaganligi uchun taqalganligini uqtirdi. 4706 kishi jonidan ayrilgan Germaniyada yuqumlanganlar soni 146653 ga yetdi. Davlatda Xitoy virus sababidan hayotidan ayrilgan turklarning soni 92 ga yetdi. Fransiyada jindan ayrilganlar soni 20265 ga, yuqumlanganlar soni 120067 ga yetdi. Angliyada qazo qilganlar soni 16509 ga yetdi. Biroq ma'lumotlar faqat doktorxonalardagi o'limlarni o'z ichiga olganligi uchun haqiqiy o'lim ahvoli aniq emas. Yaşanğanlar sanatoriyalarining mas'ullarining bildirishicha, bu yerlarda hayotidan ayrilganlar soni 7500 dan eshib ketgan bo'lish ehtimolligi yuqori ekan. Kanadada yaqinqi 48 soat ichida 282 kishi hayotidan ayrildi. Sahiyya ministrligining bildirishicha, davlatda Xitoy virus sababidan o'lganlar soni 1648 ga, yuqumlanganlar soni 35708 ga, saqayganlar soni 12197 ga yetgan. Yangi Zelandiyada Xitoy virus sababidan 13 kishi hayotidan ayrildi. Janubiy Amerika davlatlaridan Braziliyada yaqinqi 24 soat ichida o'lgan 383 kishi bilan qo'shilib 2845 kishi hayotidan ayrildi. 40581 kishi yuqumlandi. Amerikaliklarning virus haqida Xitoyni sotqa tortishiga ruxsat qilish qonun loyihasi sunildi. Amerikaning ikki Avam palata va Kengash palata a'zosi Amerikaliklarning Xitoyni sotqa tortib, uni Wuhan virusi yuqumida keltirib chiqargan ziyinni to'latishga ruxsat qilish qonun loyihasi sungan. Qonun loyihasini Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Dan Crenshaw bilan Kengash palata a'zosi Tom Cotton o'tirg'i qo'ygan. Qonun loyihasida Amerikaning chet el egilik huquqi kechirim qilish qonuniga tuzatish kirgizilib, Amerikaliklarning federatsiya sud mahkamalariga Xitoy ustidan arz qilishiga yo'l qo'yilgan. Mazkur qonun loyihasi Prezident Trump agar Xitoy Wuhan virusining tarqalishiga belib turib yo'l qo'ygan bo'lsa, uning ig'ir badal to'laydiganligini ta'kidlagan mezgilda o'tirg'i qo'yildi. Kengash palata a'zosi Tom Cotton bu vaqtdagi bayonotida Xitoy Kompartiyasi dunyoni Wuhan virusi haqida ogohlantirmoqchi bo'lgan doktor va jurnalistlarni jimoqtirib, yuqumning dunyoda keng tarqalishiga yo'l ochdi. Ularning virusni yushirishi minglagan behuda o'lim va sonsizlagan iqtisodiy ziyonni keltirib chiqardi. Biz Xitoy rejimining keltirib chiqargan ziyonni ustiga elishi muvofiq deb qaraymiz degan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi Amerikaning terrorlikni qo'llovchilarga qarshi turish adolat qonunini o'lga olgan bo'lib, u xalqaro ommaviy sog'lomlik jiddiy ahvollarida uchurni yushirgan yoki burmalagan chet el davlatlariga qarata haq talab da'vosi qilishni chiqish qilgan ekan. Navbatda Xitoy doiralari rad qilsa-mu, lekin ba'zi dalillar Wuhan virusining Wuhan virus tadqiqot o'rnidan tarqalganligi Xitoyning buni yushirganligini ilgari surmoqda. Xitoyning kishilik huquq kengashining doimiy a'zoligiga tayinlanishi tulkini to'xiga qarovul qilib qo'yganlik. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Vakolatsiz Millatlar Tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq 82 organ va tashkilot birlashib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga murojaatnoma yo'llagan. Mazkur murojaatnomada Xitoy davlat kabinetining doimiy ishlarga mas'ul muavin bosh ministri Jang Duanning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining doimiy a'zoligiga tayinlanganligiga qattiq norozilik bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning muavin bosh ministri Jang Duan 2020 yili 4-oyning 1-kundan 2021 yili 3-oyning 31-kunigacha Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining doimiy a'zoligiga tayinlangan bo'lib, yuqorqi birlashma murojaatnomada uni vazifasidan darhol elib tashlash talab qilingan. Birlashma murojaatnoma ayrim holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres apandi, umumiy yig'in 3-komitetining raisi Christian Brown apandi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining raisi Elizabeth Techi Felisberger xonim, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonim va Xitoyning kishilik huquq kengashining doimiy hay'at a'zoligiga ko'rsatgan Osiyo Tinch okean rayoni guruhining 55 a'zosiga sunilgan. Uningda Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining doimiy hay'at a'zoligini amaldan qoldirish talab qilingan.
Büyük Irak gezisining 8 aprildagi xabariga asoslanganda, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining 7 nafar kengash palata a'zosi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterresga birlashim maktub tayyorlab, Xitoyning muavin bosh ministrining Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining doimiy hay'at a'zoligiga tayinlanishiga qarshi turgan edi. Vakolatsiz Millatlar Tashkiloti siyosiy analiz bo'limining direktori Fernando Berges bu birlashma murojaatnoma haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy yangidan doimiy a'zolikqa tayinlangan bu o'rin Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nihoyatda kuchli o'rin. Chunki kishilik huquq kengashi Birlashgan Millatlar Tashkilotining kishilik huquq masalalarida qaror chiqarishida muhim rol o'ynaydi. Bundaq ketaversa, Xitoy unumli holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 17 turlik tartibini ojizlashtira oladi. Buning bilan Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotida bo'libmi kishilik huquq kengashida ta'siri kun sayin kuchaydi. Xitoy o'zining manfaatiga uyg'un shaklda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sistemasini kontrol qilishga boshlaydi. Ya'ni Xitoyning bu qatimliq kishilik huquq kengashining doimiy a'zoligiga tayinlanishini aslo qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bu xuddi tulkining to'qiga qorovul bo'lishini qabul qilg'ili bo'lmagandekli bir ish xolos. Birlashma murojaatnomada Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi bundaq bir ta'siri kuchli o'ringa Xitoyning doimiy a'zo bo'lib tayinlanishi uzun yillardan beri Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotgan, umidini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bog'lab kelayotgan Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarni qattiq umidsizlantirganligi ta'kidlandi. Murojaatnomada yana Xitoyning Wuhan virusi haqida haqiqiy uchurlarni yetkazishga tirishgan doktor Livilyan qatorliqlarni bostirish orqali Dunyo Sahiyat Tashkilotiga xato uchur yetkazib, dunyoga baloyi ofat elib kelganligi eskartildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa apandi Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining doimiy a'zoligiga tayinlash Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'tkazgan eng chong xatolik dedi. U yana so'zida Xitoyning bu organdagi doimiy a'zoligi xuddi qo'yni bo'riga havola qilganlik bilan o'xshash bo'ladi. Xitoy uzun yillardan beri Birlashgan Millatlar Tashkilotida Uyg'ur va Tibetlarning ovozini bo'g'ishga harakat qilib kelayotgan edi. Xitoyning bu o'ringa bosh tiqishi bizning bundan keyin texmo ko'p avarichilikqa uchraydiganligimizdan derak beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bu xatolikni darhol tuzishi intayin zarur deganlarni bildirdi. Xitoydan ayrilayotgan Amerika va Yevropa shirkatlari ko'payishga boshladi. Sifat va ta'minlash zanjiri ustida tekshirish elib boradigan QIMA nomli tadqiqot o'rni e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Amerika Xitoy orasidagi savdo urushi sababli Xitoydan ayrilayotgan Amerika va Yevropa shirkatlari ko'payishga boshlagan. Ularning tadqiqot natijasi 80% Amerika shirkati va 67% Yevropa shirkati ustida elib berilgan tekshirishga asosan hosil qilingan. Tekshirish natijasiga qaraganda mallarning tannarxi va chegara beji sababidan chet el shirkatlari zavodlarni Xitoydan yo'tkab chiqib ketganligi uchun mazkur tadqiqot o'rnining sifat tekshirish mulozimatini talab qildigan Xitoydagi ishlab chiqaruvchilar 2019-yili 13% kamaygan. Mazkur tadqiqot o'rnining bildirishicha, garchi Yevropa shirkatlari Amerika Xitoy orasidagi savdo urushi va bu sababli ko'paygan chegara bejining ta'siriga ancha og'ir uchrab ketmagan bo'lsa-mu, ammo ularning mahsulot ishlab chiqarishda Xitoyga tayinib qilishni kamaytirish qatorliq sabablari bor ekan. Ular asosan ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va Sharq-Janubiy Osiyo ellari orqali ta'minlash manbasini ko'p xillashtirish uchun Xitoydan chiqib ketishga boshlagan. Ta'minlash zanjirining bu xil shaklda ko'p xillashtirilishi Vyetnam, Kambodja, Bangladesh, Turkiya va Afrikadagi bir qism ellarga yangi fursatlarni elib kelishga boshlagan. İlgiri kiyim-kechaklarda Xitoyda yasaldi deb ko'zga ko'p keladigan markalarning o'rnini Vyetnamda yasaldi degan markalar egallashga boshlagan. QIMAning tekshirishiga qatnashgan Amerika shirkatlarining 75% chegara beji va Xitoyda barg'ancha eshib-atgan ishlab chiqarish chiqimining savdosiga og'ir ta'sir ko'rsatayotgan omillar ekanligini, shu sabablardan Xitoydan chiqib ketayotganligini yoki ayrilish qadamini burun plan qilgandan tiziltishga boshlaganligini aytishgan. Yevropa shirkatlari ishlab chiqarish zanjirini asosan Turkiya va bir qism Afrika ellariga yo'tkashga boshlagan. Donald Trump Amerika prezidenti bo'lib saylangandan buyon Amerika Xitoy orasidagi tashqi savdoda ko'riladigan qizil raqamni kamaytirish uchun jiddiy tadbirlarni olgan. Bularning eng negizligi Xitoy mollariga qo'yilgan chegara beji edi. Trump Xitoyni savdo suhbat ustiga elib kelish uchun Xitoy mollariga qartilgan jazo bejini bir necha qatim oshirgan. Natijada ikki taraf orasida 2019-yili 13-dekabr bir yangi savdo kelishimining birinchi bosqich kelishimi imzolangan. Kelishim bo'yicha Amerika doiralari 360 milliard dollarlik Xitoy meliga qo'yilgan 25% chegara bejida o'zgarish bo'lmagan edi.
Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.